Depressiya uchun eng xarakterli bo'lgan 10 ta asosiy belgi. Bu xalqaro kasalliklar tasnifida depressiyani tashxislash mezonlari hisoblanadi. Ushbu belgilarni biz shartli ravishda ikkita guruhga, asosiy hamda qo'shimcha simptomlarga bo'lishimiz mumkin. Depressiya tashxisini qo'yish uchun ham asosiy, ham qo'shimcha simptomlar muhim hisoblanadi. Demak, asosiy simptomlardan birinchisi bu kun davomida yoki kunning asosiy qismida turg'un, ya'ni stabil saqlanib turuvchi tushkun kayfiyat. Nega aynan stabil turg'un so'zga urg'u beryapman? Chunki hammamiz ham hayotda turli xil vaziyatlar va voqealar natijasida muayyan qisqa muddatga tushkunlik holatda bo'lishimiz mumkin va bu ushbu muammoning bartaraf bo'lish barobarida asta-sekinlik bilan yo'qoladi. Hattoki inson hayotida og'ir judolik, fojia yuz bersa ham ushbu tushkunlik holati muayyan muddatdan keyin asta-sekinlik bilan yo'qolib boradi. Depressiyada esa ushbu tushkun kayfiyat stabil holatda saqlanadi. Bemorlar ushbu holatni ko'krak qafasidagi qorong'ulik, turli xil so'z bilan ifodalash imkoni bo'lmagan yoqimsiz his-tuyg'ularni sezishlari, aksariyat holatda esa yuragim g'ash, ko'nglim yorishmayapti kabi turli xil iboralar bilan o'z holatlarini ifodalashadi. Ikkinchi asosiy belgi bu angedoniya. Angedoniya haqida gapirishdan oldin men gedonizm tushunchasi to'g'risida to'xtalmoqchiman. Sog'lom inson ruhiyati shunday yaralganki, u har qanday sharoitda bo'lmasin, nimadandir o'zini xursand qilib, quvonib, yayrab yashashga moslashgan. Aynan mana shu xususiyat depressiyada qo'pol qilib aytsa o'chib qoladi. Inson hayotdan zavqlanish, lazzatlanish, bahra olish, huzur halovat topish kabi xususiyatlarini yo'qotadi. Qiziqishlari yo'qoladi, torayadi. Ushbu holatni ham bemorlar qo'lib ishga bormayapti. Hech narsaga qiziqishim yo'q. Hayot mazmunsizdek, go'yoki oq va qoradan iborat deb ifodalashadi. Hattoki farzandlarining yoki nabiralarining kulgusi, erkalanishlari, qiyqiriqlari shular ham insonga zavq bag'ishlamaydi. Avvallari insonga zavq bag'ishlagan ana o'sha hobbilar endi umuman qiziqsiz, mazmunsiz bo'lib qoladi. Uchinchi asosiy belgi holsizlik, quvvatsizlik. Inson yosh yoki o'rta yoshli bo'lishi mumkin. Unda hech qanday somatik kasallik bo'lmasa-da, o'zini keksa insonlardek holsiz, quvvatsiz sezadi. Avvallari pisand qilmagan ishlar endi katta kuch, katta energiya sarflashni talab qiladi. Endi qo'shimcha simptomlarda keyingi simptom bu diqqat, e'tiborni jamlashga qiynalish. Inson biror ish bilan shug'ullanmoqchi, kitob o'qimoqchi yoki muayyan narsaga diqqatini qaratish zarur bo'lgan holatda shu diqqatni jamlashning imkoni bo'lmaydi. Bu holat odatda hammamizda ham bo'lishi mumkin. Qaysidir charchagan yoki bir narsaga chalg'ib qolgan holatimizda, lekin sog'lom odamlarda bu davriy ravishda kuzatilishi mumkin. Depressiyada esa bu doimiy, har kuni saqlanadi. Keyingi belgi insonning o'zini keraklilik hissini yo'qolishi. Oila a'zolariga, yaqinlariga dahmasi bo'layotganligi, og'ir yuk bo'layotganligi, o'zini keraksizdek his etishi bilan namoyon bo'ladi. Keyingi belgi o'ta aybdorlik. Bu oldingi simptom bilan ko'proq bog'liq. Inson hayoti davomida qachonlardir qilgan bir xato, kamchiliklarni o'ylab, tinmasdan shu haqda miyasida ushbu fikr aylanishi mumkin. Demak, bu simptomda ikkita xato va ayb degan tushunchani bemor farqlay olmaydi. Hamma qilgan ishlari xato, ayb, gunoh sifatida talqin qiladi. Keyingi belgi bu pessimizm. Ushbu tushunchani ko'pchilik eshitgan inson, demak, ertangi kuniga, kelajakka faqat yomon, salbiy munosabat bilan qaraydi. Demak, bo'lishi kerak bo'lgan ishlar, kelajakdagi hamma voqealar yomonlik bilan, yoqimsizlik bilan yakunlanishiga ishonadi. Keyingi belgi suitsidal moyillik. Demak, depressiya darajasiga qarab bemorlarda turli xil suitsidal fikrlar, maqsadlar, rejalar va harakatlar ko'rinishida bo'lishi mumkin. Bu oldingi simptomimiz, ya'ni o'ta aybdorlik belgisini go'yoki davomi sifatida ko'riladi. Afsuski, depressiya og'ir kechganda, davolanmagan holatlarda bemorlardagi
ushbu fikrlar shakllanib, depressiyaning og'ir darajalarida suitsidal harakatlar bilan yakunlanishi mumkin. Keyingi belgi bu ko'proq fiziologik xarakterga ega uyqu buzilishi va ishtaha buzilishi. Odatda tipik depressiyalarda uyqu yo'qligi hamda ishtahasizlik ko'rinishida kechsa, atipik shakldagi depressiyalarda aksincha o'ta ko'p uxlash va ishtahaning oshib ketishi ko'rinishida kechadi. Biz keyingi videolarda atipik depressiya to'g'risida batafsil ma'lumot beramiz. Mana bu 10 ta simptom depressiya uchun eng xarakterli simptomlar edi. Albatta savol tug'iladi, depressiya tashxisini qo'yish uchun barcha simptomlar bo'lishi shartmi? Yo'q. Yengil darajadagi depressiya tashxisini qo'yish uchun bemorda asosiy simptomlardan ikkita, qo'shimcha simptomlardan ikkitasi bo'lsa, biz depressiya tashxisini qo'yishga haqlimiz va albatta bu simptomlar kamida 2 hafta davomida bemorda saqlanishi zarur. Og'ir darajadagi depressiyalarda barcha simptomlar bo'lsa, biz 2 haftalik muddatni kutmasdan ham depressiya tashxisini qo'yishimiz mumkin. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi mavzularda depressiyaning turlari, davolash tamoyillari va profilaktikasi bo'yicha keyingi chiqishlarimizni kuzatib boring.